Men bu odamning gapini bitta eshitaylik. Ming afsusdaman. Hani bir Telegram kanaliga a'zo bo'lib turib, kecha 3000 dollar yutqizib qo'ydim. O'shaning uchun 2 kundan beri efir qilmayapman. O'sha Telegram gruppani egasini topsanglar, menga aytinglar, meni pulim qaytarib bersin. 3000 dollarim ketdi, o'zi zo'rg'a yuruvdim. Qimor o'ynayotgan, onlayn kazino o'ynayotganligi bo'ladi mana bu murojaatim. Aka-ukalar, iltimos aldanib qolmanglar. Bu narsadan hech kim baraka topmagan, bu narsaning oxiri yo'q. Men qimor reklama qilib 500 million yutdim, 700 million yutdim deganlarning gapiga ishonmanglar. Uni hammasi demo shot. Tushunasizlarmi? Sizlar ularni silkasi bilan kirasizlar, o'sha promo kodi bilan kirasizlar. Yutqizgan pulinglardan 20% ni ularga kazino o'tkazib beradi. Keyin bilan shartnomasi bo'ladi. Oyiga mana shuncha soat stream qilasan, shuncha pul tushirib beramiz degan. Ishonmanglar, tushunasizlarmi? Bu narsaning oxiri yo'q. Mana shu narsani reklama qilayotganlar sizlarga ham Xudo insof bersin. Qanchadan qancha odam yostig'ini qurtyapsizlar. Qanchadan qancha odam uysiz, mashinasiz, pulsiz qolib ketyapti. O'zini osib qo'yayotganlar mingdan mingta. Ertaga Xudoning oldiga borganda javob berishni ham o'ylaylar. Azgina ham vijdoninglarni ham sal bundoq eshitinglar. Bu yaxshilik olib kelmaydi.